Aytinglar, yaxshi o'tyaptimi? Mani kunim zo'r boshlandi. Sizlar uchun harakat qilaman yangicha video qilishga. Harakat ham qildim. Hozir zo'r narsa yasadim, hozir ko'rsataman. Musaffo suzmasdan tayyorlangan tabiiy va mazali qurt, mazasi yumshoq, tabiiy va juda yoqimli desert tayyorladim sizlar uchun. Perchatkalar kiyib, qurt tuzlab qo'shib, juda yaxshi ko'raman qurtni. Mazasi vobshim zo'r deydi, shokolad. Menga haytli qilishib, menga kuskovoy shashliklar, одноразовый idishlarda yutkalari bilan, salatlari bilan Alloh rozi bo'lsin. Meni siylaganni Alloh siylasin. Juda xursand bo'ldim. Kattakon rahmat. Главныйsi e'tibor deydi-ku. Olinglar. Shashlikni yeb ko'ramiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Просто bomba. Zo'r. Rahmat. Juda mazali. Endi qurtimizni yeb ko'ramiz mazasini. Bismillahirrohmanirrohim. Yumshoq, ichi ham bir xil silliq. Sizlarga yaxshi ko'rinyaptimi bilmayman. O'zim xohlagandek zo'r, vobshim. Tuzi ham norma chiqqan. Shakli ham. Olinglar. Endi qaytarish kerak. Men shunda qaytara olmayman. Zo'r ideya keldi. Hozir ketdik. Tayyorlagan qurtlarimdan shashlik qilamiz. Chunki yashasam yo'q, quruq qaytara olmayman. Qalay, zo'r chiqdimi? Epladimmi? Salfetka bilan o'rab egasiga olib beramiz.